1300-yilga taalluqli masjid topib oldik. Bu Qarshi shahrida. Hudud qanaqa hudud? Chaqar mahallasi. Chaqar mahallasi ekan. Buni qaranglar, ruslar shunchalik dinga, bizni o'zligimiz yo'qotishga shunchalik harakat qilishgan, mana shu masjidni o'rnini kinoteatr qilishgan ekan. Tasavvur qilyapsizlarmi? 18-yilga asri qurilgan. Bu yerda 18-yilda yozilgan asli shajara 13-asrda yozilgan edi. Bu yerda qo'shimcha tom qismi, ayvon qismi qilingan ekan. O'rtada mustaqil davrlarga yaqin xarob ahvolga kelib qolgan ekan. Uni ichini qaranglar. Mana ichlarini remont qildik, buni tozaladik, remont qildik. Mana eski ustunlaridan. Bu o'zini ustuni, eski ustuni. Mana yozuvlari, mana yozuvlari. Mana yozuvlar. Nimalar ham o'ziniki hamma. Toshlari ham. Bu toshlar ham o'ziniki. Toshlar ham o'ziniki. Tom lekin yangi qilingan. Tom yangi qilingan. 87-yil, 86-yilda qilinuvdi bu. Deputatlar Chegibayev degan anov bo'ldi, nima? Deputat bo'lganga qilingan shuni. Chegibayev. Ha. Bu mustaqillik davrida ishlamadi lekin, bu yer. Mustaqillik davrida yo'q, ishlamadi, jami bo'lgan. Hozir madaniy merosga mana bu toshlar ham eski toshlarmi? Eski o'zlariniki. Bu ham tepasi ham eski. Mana eski o'zlariniki yozuvlari ham. 700 yil, 800 yilga to'g'ri keladi endi. Ha. Hozir bu madaniy meros madaniy meros hisobiga. Oltin meros, madaniy meros hisobiga turibdi. Ha, ro'yxatga olingan. Ro'yxatga olingan. Mana shunga o'zimiz shu atrofdagilarga qarab, tozalab, taxlab turamiz. Mana ishlaysiz, madaniy meros uyushmasida ishlaysiz. Yo'q, ishlamaymiz biz. Ishlamaymiz. Qo'shni turadilar masjidga. Undan qaraylar. Bu siz ishlamaysiz, lekin qarab turasiz. Yo'q, qarab turamiz. Hali xalqga bo'lgani uchun. Xalqga bo'lgani uchun qarab nima qilib turamiz. Oylik to'lamaydi lekin. Yo'q. Ya unda Aqmel akamizga oylik to'laylar. Shunday madaniy merosni salkam 1000 asrga to'g'ri kelib qoladi yaqin-yaqinda.